Mana senga. Va mana. Ukam qarab turginsan, mana. Sen mana. Nima qilmaydi? Suvni olib kelib, suvdan qo'rqmaydigan traverting mashina bo'ladi. Bemalol sepib ishlab turasan, mana yuvib ishlatsang bo'ladi. 120 ming so'mdan kvadratda usta haqqi, materiallari hammasi ichida 15 yil garantiya, 5 yil servis xizmati bor. Bemalol yuvib, karchir urib ishlat turasizlar. Umuman hech nima qilmaydi mana. Hamma yo'q loy bo'lib ketdi. 120 ming so'mdan travertingni ko'rdinglar. Undan tashqari sokol, tunuka bo'yin ishlari ham bor. Ustaga bularning narxi qanaqa? Bular haqida ham aytib o'rsiz. Tunuka bo'yinimiz aka 130 mingdan 150 minggacha, sokolimiz 650 mingdan 500 minggacha, travertinimiz oddiy fason bo'ladigan bo'lsa 100 ming so'mdan 130 minggacha qilib beramiz. Mana shu 120 mingdan tuyagalarimiz ham ichida xudo xolasa guli qo'yib ponni o'lchanadi. Tuyagalarimiz ichida bonus qilib beramiz klientlar uchun. Mana buni polirovka anaqalari alohida bo'ladi. Alohida $2 dan bu alohida kiriladi bu. Polirovkasi alohida. Polirovkasi alohida kiradi. Yana qo'shimcha ma'lumotlarga pastda nomerlar qoldiramiz, bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Ustakamning o'zlarining nomerlari. Xudo xolasa.